Jobirxonaga sexga ham kelib oldik. Sexni bizga to'liq tanishtiring. Lokatsiya, qayerda joylashgan, nechta ishchi ishlaydi, hammasini tushuntirsangiz to'liq bo'ladi. Bu seximiz mana o'zingiz ko'rib turganingizdek yo'l yuzida joylashgan. Qo'qon shahriga kiraverish asosan vodiyga kiraverish hisoblanadi. Perivaldan to'g'ri tushib kelgan mijozlarga yo'l yuzida. To'g'ri yo'l yuzida joylashgan. Chunki bu yerda offlayn savdo yaxshi bo'ladi. Mijozlar uchun ham qulay joy. Mijozlar uchun qulay. Keyin chegara hududlarga yaqin joy bu yerga joylashtirishimiz. Zo'r. Mana shu darvozadan boshlayman. Bu darvozamiz qancha, necha kunda bitgan va kvadrati haqida to'liq ma'lumot bersiz. Shu darvozamiz Samarqand fason deyiladi. Ko'pchilik ko'rgan o'zi, xalqqa tanish bo'lib qoldi bu darvozamiz. Samarqand fason darvozamiz 2 qavatli shumkali qilib tayyorlaganmiz. Mana bu yoqlari mana taylariga nimalarni qo'yib, shumizatsiya qilib yuborganmiz darvozani. Bu ham og'ir darvozalardan. Polni premium segmentda tayyorlangan darvoza bu. Mana mayda shunda profillargacha burayt stenka sifatlilar, kraskalarni ham sifatligini qo'yganmiz. O'ziga yarasha tumbalari bor, mana nashga qoshlarni ham ko'rib turibsiz. Juda o'zbekona dizaynda chiqqan darvozalardan bu. Taylariga shiviler qo'yganmiz. O'ngon brusdan foydalanamiz yondan ramkalariga. Zo'r. Darvozamiz narxi endi eng qiziq. Narxini ayting. Hamma uchun qiziq. Hamma uchun qiziq. Bu darvozamizning narxi masalan shu darvoza 22 million so'm. 22 million so'm. Общий. Общий. Obar ustanovga qilib beradi. Dollarga qancha bo'ladi? Где-то 1800. Shunaqa bo'ladi. 1900-1800 ga tushadi. 1800 1900 larga Samarqand fasonda mana shunaqa hashamatli darvozalarni Jobirxonaga olsanglar bo'lar ekan. Xudo xolasa, hozir xuddi shundan endi bunda ozgina tillaranglardan foydalanilgan, skromniy qilib chepilgan ustanovka bo'ladi. Bolalar o'rnatyapti, o'rnatish jarayoni bo'lyapti. Hozir bu yoqdan chiqib olib borib ko'rsatamiz. Ustanovkaga ham boramiz. Uni ko'rsatamiz. Bitta akaxonimiz zakaz berishgan, hozir o'sha yerda ustanovka yakunlanganda video obzor qilib beramiz. Skromniy chiqqan, bundan bir boshqacharoq chiqqan. Endi hammanda har xil-ku. Zo'r. Endi yana bitta savollardan bittasi, nimaga brendingizning nomini Jobirxon darvozalari qo'ygansiz? Jobirxon darvozalari endi brend sabab endi ko'pchilik bilan shu endi Jobirxon darvozasi deb yurgan. Endi maqsad shaxsiy brendimizni shu tanish maqsadda Jobirxon darvozalari. Ko'p darvozachilarda ko'rdim-da men. Hamma ko'pincha ismi bilan qo'yar ekan. Darvozachi o'z yokida aslida darvozani o'zini brend qilishar ekanda. Darvoza o'z, darvoza Namangan, darvoza Qo'qon. Lekin siz o'zingiz ismingizni bersiz. Bitta noyob tarafingizni hozircha shuni ko'rib turibman. Yana bitta tanishtirsangiz, hali balkim undan ham qimmatliroq ma'lumotlar olarmiz. Endi maqsad o'zimiz ismimni qo'yish maqsad asosan shu shaxsiy brend rivojlantirish. O'zingizga aytib o'tganda bizda offlayn savdolar ham zakazlar yetarli, bemalol. O'zi media sohasida reklamaga uncha ehtiyojimiz yo'q. Asosan shu mediada aktiv bo'lish uchun shu nimaga kirdik, qaror qildik, bir Allohning izni bilan. Zo'r. Hurmatli YouTube kuzatuvchi obunachilarimiz, hozir bu videomiz orqali Jobirxon akamni bir kunlari darvoza sohasida qanaqa o'tadi, komandalari, ustanovka, hayotlari hammasi bilan to'liq tanishamiz. Musofirda ko'rayotgan bizani agar yurtdoshlarimiz bo'lsa, agarda sizlarga ham o'sha musofirdan turib zakaz bersanglar bo'ladi. Darvozalar, shunaqa fasondagi darvozalar kerak bo'lsa, hozir hammasini ko'rsatadilar. Dizaynlari ko'p. Zakaz bermoqchi bo'lsanglar, mana shu yerda nomerlari ham tayyor turibdi. Undan tashqari ekranga nomer qo'yib qo'yamiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, akani o'zlariga WhatsApp, Telegramdan zakaz berishinglar mumkin. Qani ketdik, davom ettiramiz. Va yana bitta narsa asosiysi, endi musofirda yurgan odam oson pul topmaydi. O'ziga yarasha mashaqqati bor, yaxshi niyatda uy joylanib turadi. Ko'p joylar zakazlarni berishadi, boraman o'lchagani, voha taraflarga, yo'q bu yoqqa dogovor qilib pul berib yuborishadi, oldindan zakolat qilib, unga aldanib qolishadi. Bizda unaqa narsa yo'q. Muammo yo'q, masalan, 30 millionlik darvoza bo'ladi. 5 millionlik darvoza bo'ladi. Zakolat olmaymiz, olib borib ustanovka qilamiz, ishga javob beramiz. Darvoza yo'qsa bo'ldi, pulini keyin olib kelaveradi. Zakolat Bo'rdinglar, zakolat olmasa zakazlarni tayyor qilib berarkan. Yana bitta kuchli taraflardan bittasi. Endi aslini olib qaraganingizda, misol uchun endi 2000 dollarlik darvozaga 200 dollar zakolat nimani hal qilib beradi-da? Ish yoqmagandan keyin qaytganda 200 dollar pul nima bo'ladi? Aslida. Ishga o'yirim bo'ladi, xudo xolasa mutaxassislar ishlaydi, ko'rsatib chiqdingiz. Hamma ustalarimiz kamida o'sha 10 yillik staji bor ustalar ishlaydi. O'zi menimcha ular zakaz berishidan oldin
Borib o'lchab ham kelasizlar. Borib razmeri olamiz, o'zimiz o'rnatamiz. Uzoq joyda turgan odam birday videolarni jo'natib turamiz Telegramga. Darvoza suvarka bo'layotgan jarayonni, kraska bo'layotgan jarayonni, yuklanayotgan, uyga borib ustanovka qilinadi. Hammasi birday borib turadi. Xuddi biz bilan birga yuradi o'sha odam, zakaz bergan odam, darvoza bitgungacha. Tushunyapsizmi? U birga tayyor yasaydi degandagi. Har bir jarayonni ko'rib boradi. O'sha narsa xotirjam bo'ladi. Men shunisiga qiziqdim-da, nimaga zaklat olmasdan primoy borib o'lchab zakaz. Shunaqa, endi ishingizga o'ylang. Endi hali yillar davomida ishlab har xil odamlarga uchraganmiz. Tajriba shuni talab, hozir zamon shuni talab qiladi. Zamon shuni talab. Endi to'g'ri boya aytganimda, u berishgan zakolatlari masalan ijtimoiy xalqqa bermaydi. Zo'r. Endi bu summaga. Sex bilan tanishtiring Jobirxonaga endi bizdan. Bu seximiz endi hozir Qo'qon shahrida joylashgan seximiz. Namanganda ham bor. Ko'rib o'tganmisiz? Hozir bu Qo'qonda bu ham asosan katta sexlar nasib. Bu joyda hozir 12 ta 10 ta ustalarimiz ishlaydi. Xo'p, Jobirxonaga mana mana shu polni oxirigacha 10 xil darvoza ko'rdim. Bularning hammasi qancha, narxi qancha bu darvozalar? Endi bular endi asosan endi pakazga reklamaga qo'yilgan darvozalar. Reklama bular klientlarning zakazi emas. Ko'rib turibsizmi? Yo'lni qo'ygan joylashgan. O'sha o'tganlar to'xtaydi, vodiyga kiraverish asosiy joy. Bunday savdo bo'ladi. Endi buni o'rta segmentli darvozalarimiz. Qimmat darvoza emas. Talab katta-da bularga. Shuning uchun endi premium segmentliklar ham hozir tayyorlash jarayonida zakazimiz ko'pligi hisobiga yurmayapmiz. Hozir aytgan chiroyli yana darvozalarimiz hozir suvarkadan chiqarib qo'yganmiz, kraskada uyganimiz yo'q. Tez orada bu yog'i premium segmentli darvozalarni to'ldiramiz. Zo'r. Bular arzon turdagi darvozalarmi yo qimmat turdagi darvozalarmi? Yo, bular shu o'rta segment. Arzon degandalik, u arzon sifatsiz degan narsa kelib qoladi. Odamlarning kallasiga bu unaqa emas. Bu o'rta segment. To'g'ri, bularda hali o'ta prostoy qilib, odamlarda negativ narsa paydo bo'lib qolgan, hali kraskalari ko'chib ketgan holatlar bo'lgan. Unaqa emas bular. O'rtacha qilib tayyorlangan, xizmatini qiladi. Ana oq darvozani ham bizga tanishtirasiz. Bu sharkatdagi darvozalar. Darvozamiz Shtambuka darvoza. Bu o'rta segment. Listlarimiz 1-2 stenkali. Mana yondan qismlariga 1.5 stenka qo'yib beramiz. Narxini masalan o'rta turdagi. So'mda aytganda 700 ming so'm, 800 ming so'mdan chiqadi. Zo'r. $70 darvozani kvadratini xarid qilishga mumkin. 60 degan, 60 to'g'ri. 60, 70 shunaqadan chiqadi. Zo'r. Lekin kraskalari, gruntovkalari chiroyli qilib bosib sepib beriladi. Qanaqa uylarga bu darvozani xarid qilishadi? Endi odamning imkoniyatiga qarab. O'rta segmentli, masalan, shu darvozamiz 8 million so'mga tayyor bo'lgan. Zo'r. Tushunmayman. Men hozir o'ylashim bo'yicha bu boy xonadonlargami yo o'rta hol oilaga mos tushadimi? O'rta hollarga tushadi. O'rta hol uylarga tushadi. Chunki men hali darvozani to'g'ri endi hammaning uyida darvozasi yangilangan, lekin baribir obunachilarimiz ham qiziqdi. Aslida o'zi uyimizga qanaqa darvoza qo'ysak, ya'ni chiroyli turadi. Mehmonlar kelganimizda masalan uyimizga havas qiladigan, chiroy ko'rsatib turadigan darvozalardan xarid qilish baribir xohlashadi ular. Mana bu ham o'rta segmentda ko'ryapsiz. Nejni turibdi. Ja unaqa bachkani joyi yo'q. Narxi ham normalniy chiqqan. Bu qo'sharkamizga ketdi. Endi premium variantlarni ko'rsataman. Ustanovka bo'layapti, olib boraman tochkalarga hozir. O'rnatilyapti darvozalar. Zo'r. Ko'rasiz. Zo'r. Xudo xolasa. Jobirxonaga darvozalaringizni hammasini tushuntirdingiz. Premium segment, o'rta segment hammasi. Endi ish jarayonini tanishtiring bizga, komandani tanishtiring. Darvoza noldan qanaqa tayyorlanishini obunachilarimiz uchun ham kichkina bo'lsa ham bitta ma'lumot tarzi tanishtirib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Xudo berdi, hozir mana seximizdan kirib keldingiz, hozir ish jarayonida bo'layapti. Endi mana bu Shtambuka darvozamiz, gruntovka sepilishi. Oxirgi jarayonlarda hozir bundan chistoy kras tepadi. Bo'ldi, somni to'xtab turgan 1 minut. Mana shu darvozamiz ham arzon segmentli darvoza bo'lib turishiga qaramay, mana gruntovkalarni sepiladi hozir. Hozir kraska sepish jarayoni. Kraskadan oldin gruntovka. Hozir bu gruntovkadan oldin rosa buni yuvilgan rastitillar. Ko'chib ketmaydi, zang tashlab yormaydi. Choklarni nolobga tekis qilib petnolarni terib bo'lgandan keyin sepib beradi. Hali endi arzon darvoza olgan odam emas, qimmat olgan odam deyilmasmi? Deydi-ku haligi. Tabaqalashtirilmaydi. Bu yerda hammasiga
klientga tushuntirsa, ozgina qo'shib beradi, darvozani sifatli qilib beradi. Rangi qanaqa bo'ladi darvozasi misol? Buni xudo xolisa mokriy asfaltga sepamiz. Mokriy asfalt. Bundan keyin Ha. uzoq yil xizmat qilib beradi. Xarajatiga qaralmaydi, bolalarga tayyorlaganman. Premium segment, o'rta segment. O'rta segment. Kraska praskalarga, rasxodga qaramanglar. Lak, burun to'pga bosib sepinglar deyman. Ha. Demak, ayamaysizlar. Yo'q, ayamaymiz. Shunga yarasha narx olamiz. Xizmat qilsin deb. Xizmat qilsa xursand bo'ladi-da. Ha. To'g'risi. Masalan, bu shu darvoza 3 metrga 3,5 metrli darvoza. Ha. 7 million so'm, 8 million so'm tayyor bo'ladi. Masalan, 7 millionli darvoza bo'lsa, aka sifatliroq chiqadi desa 7,5 million qilib beradi. To'g'risi. Uyiga, xonadoniga qo'yyapti-ku buni. Xizmat qilish kerak. Uzoq yil xizmat qilsa hamma menimcha Ha. mamnun bo'ladi, zakaz Ha, hali ko'p joyda haligi biz o'z konkurentlarimizni ham kuzatib boramiz. Haligi narxga urg'u berib yuboradi ko'pchilik. Narxni tushirsa ham savdo yaxshi bo'ladi. Ha. Sifat yaxshi bo'lishi kerak. Zo'r. Sifat yaxshi bo'lsa, orqasidan zakaz ko'p keladi. Bu soha shunaqa soha. Demak, sizlarning darvozalarlar asosiy sifat bilan tayyorlanadi. Sifat bo'lishi kerak, ko'p yilga xizmat qilish kerak. Keyin orqasida ish ko'payadi bunda. Ketdi. Ichkari bilan ham tanishdik. Bu yoqda mana ko'ryapsiz, bu darvozamiz premium segmentga darvoza. Aha. 2025-yil, mana 2026-yilda ham o'zi savdosi zo'r ketayotgan darvoza, soqqali fason deyiladi, taroq fason Juda deyiladi. qalin ekan-a? Qalin, og'ir keyin bu. Ha. Utplitni qilingan mana bronirованный deydi-ku. Aytaman, juda qalin ekan Skromniy. ko'rinishdan o'sha. Menimcha bu boyakalarimizni zakazlarimi deyman. Shunaqa. Hozir bu Tojikistonga o'tib ketadi darvoza. Ha, bu qo'shni hududgami? Tojikistonga o'tib ketadi, ha. Gap yo'q, gap yo'q. Shkulka jarayoni bo'lyapti, buni ko'ryapsiz. Tojikistondan ko'rayotganlar, mana sizlarga ham aynan Qo'qonni o'zida turib zakaz qilgan mijozlarimiz uchun tayyorlab berishyapti. Ko'rsanglar, juda qalin, sifatli. Mana hozir bu qanchada tayyor bo'ladi? Darvozamiz hozir shkulkasi o'zi yakunlanib qoldi. Primerni uyigacha qanchada yetib boradi klientimiz ham? Ya'ni aytib bir 3 kunlik ish qoldi. Zo'r. 3 kunlik 3 kunning ichida mijozimizning uyida bo'ladi. Jami necha kun ketadi? Bu darvozalarimizga hozirgi kunda 15 kun, 20 kun srok olamiz. 15 kun 20. 15 kun, 20 kunda o'rnatib beradi. Chunki ko'rib turibsiz, hammasi qo'l mehnati. Ha. Svarkadan tortib kraskagacha qo'l mehnatini talab qiladi. Eng zo'r tomoni hammasi sexda ishlab chiqarish jarayonida qo'l mehnati tomonidan Shunaqa. berilyapti. Ko'pchilik o'zi darvoza olmoqchi bo'lib yurgan mijozlarimiz o'zi ko'rgan bu fasonni taniydi. Ha. Albatta kuzatib yuradi-ku, qo'yaman deb. Ko'pchilikka yoqadi. Mana shu rosa zo'r sotilayotgan uy ichkarisidan turadigan holati-ya bu. Yo'q, ko'cha taraf. Ko'cha taraf. Ha, orqasi tekis bo'ladi. Buni obzorini qilib beramiz. Turishini qarang, Buni ham skrom. ustanovka qilganda chiroyli obzor chiqib yuborishimiz kerak. Obzor qilamiz. Hozir bu yog'iga mana aytdim, gullarni tayyorlab qo'yganmiz, mana ularni qo'yamiz. Hoppa. Buni endi bu yog'iga qo'yib beriladi. Burun to'pga kraskani sepib, Buni ham o'zingizlar qilganmisizlar dizayn? ha, lazerli riska apparatda chiqaramiz buni. Hozir mana orqa tarafi bu yoqlariga kraskalarni sepgandan keyin bosib yuboramiz. Chunki buni ichkari tarafini ham yaxshi ishlab berib olmasa, keyinchalik zang oqish holatlari bo'ladi. Rangi qanaqa bo'ladi darvozamizda? Buniki korishniy rangda bo'ladi bu. Hoppa. Korishniy rangi bu menimcha mos tushsa. Ha, endi kim mijoz shuni xohlaganda. Zo'r. Bu darvozamizni narxi 1,5 million so'mdan 1 million 400 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. Materiallar, metallar polni zakaz. Primerda 15 millionga bitadigan darvozamiz ekanda. Ha, mana shu darvoza hozir shunaqa. O'zbekistonga bo'lganda 15 millionga o'rnatadi. Bu Tojikistonga qancha ketadi? Tojikistonga masalan 18 millionga ketadi. endi mashaqqati bor. rastamoshkalari ham bor. Rastamoshkalari bor. Shunaqa xarajatlari bor o'ziga yarasha. Hurmatli Tojikistondan kuzatayotganlar, sizlarga yetkazib berishimizda baribir chegaradan o'tkazishlarimiz bor. Shu uchun kamida ustiga uzoq ko'p emas, 2-3 million qo'shiladi, lekin qo'lingizga sifatli darvoza, uyingizga chiroy bag'ishlab turadigan darvoza xarid qilishingiz mumkin Jobirxon akamni brendlarida. $200 qo'shiladi premium. Xarajat shunaqa bo'ladi. Endi baribir davlatdan davlatga o'tish bilasiz. Zo'r. Eng nozik joylarini ham qisqacha aytib o'ting obunachilarimiz uchun darvoza tayyorlashda, darvozani yetkazib berishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi, qanaqa tayyorlanish jarayonida va bu qo'l mehnatida bu. Ha. Endi qo'l mehnati tayyorlash jarayoni nima desa bo'ladi? Asosan yo'lda yetkiz dastlabki xizmatlari og'ir narsa bilasiz. Yuklash, tushirish, o'rnatish, shunga yarasha. Ba'zan kraskalar yoqmay qolsa qaytadan qilamiz. Buni tozalab tashlaymiz. Shkulkalar ko'p vaqt talab qiladi. Temirda uncha xatolik bo'lmaydi, xudo xolisa razmerlarda bizda unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi asosan. Shunaqa. Zo'r.
Xudoyberdi hozir mana obyekt bor. obyektga boramiz. Bolalar Samarqand fason darvoza ustanovka qilayotgan. O'sha o'rnatib ham bo'ldi menimcha. Qo'qonni o'zida. Qo'qonni o'zida. Keyin ikkinchi lokatsiyaga o'tib ketdi hozir bolalar. Ikkinchisini o'rnatayotgan. Bugunning o'zida ikkita ustanovkamiz bor. Premium segmentli ikki darvoza qo'yapti. Kuniga o'sha ikkita chiqadi. Ustanovka to'xtamaydi bizda. Endi Jobirxon aka sir bo'lmasa bir oyda nechtagacha darvoza chiqarib berasizlar? Bir oyda shu seximizning o'zida 60 ta, 70 tagacha darvoza chiqarishga imkoniyat ega. Yo'q, komandani kuchi yetadimi 60 ta? Tezligini ko'rdingizmi bolalarni? Hammasi professional. Hammasi professional. Endi masalan bitta darvozani 15 kunda tayyor bo'ladi do'z. Lekin aslında bitta darvozamiz 15 ta bo'lsa, qanaqasiga 60 ta, 70 ta chiqishi mumkin? Konver asosida ketaveradi. Tushunyapsizmi? Bitta darvozani bitta usta yasamaydi-da bizda. O'tib ketadi kengisidan. O'tib ketadi. Etap ketadi. Masalan, bir kishi bu yoq bir joydan yasa, ikkinchisini yasaydi. Kraskada bir kishi shkulka qilsa, bir kishi sepadi. Darvoza chiqib ketaveradi. Uni ustanovkaga ham alohida o'zimiz ustanovka qiladigan ukamni olib borib ustanovka qiladi. Shuni hisobiga. Hali endi tizimlashgan deydi-ku. Tizimlashgan deydi. Bu zakaz o'lchagan ham mana akam bor, o'zi borib o'lchab kelib turadi Mujon aka. Sir bo'lmasa, bitta darvozadan qancha daromad ko'rasiz? Endi hammasi har xil. Daromadni aytib bo'lmaydi. Masalan, premium turdagi darvozami yoki o'rta turdagi darvozalar masalan. Endi o'ziga yarasha daromad qiling. Xudoga shukr, endi shu sohaning orqasidan hamma orzu niyatlarini, hamma o'zimizga yarasha nimalarni qilyapmiz-ku. Alloh yetkazayapti, odamlar rozi qilib. Nimalarga erishdingiz shu darvozaning orqasidan, darvoza biznesining orqasidan? Qanaqa maqsadlaringizga erishdingiz? Darvoza biznesining orqasidan endi nima deydi, shu o'zimizga yarasha uy-joy, to'y-to'noq, hamma orzu-havaslarimizga bitta-bitta erishamiz-da. Sayohatlarga boramiz. Menimcha mashinamizni ham mana Li 9 ga ketamiz. Shu biznes orqali, xudo xolasa. Shu biznesda. Shu biznes. Bundan oldin nima mashina haydadingiz? Bundan oldin endi masalan Cobalt haydaganman, masalan Captiva minganman. Eshitishim bo'yicha 3-4 yil haydadilar, uzoq muddat haydadilar. Keyin bunga ham qiyinchilik bilan erishdilar deydi-da. Shunaqa. Tanishlaringiz. Shunaqa. Endi Alloh berdi. Ishlab turibmiz. Bizga ham nasib qilsin, ko'rib havas qildik. Xudo xolasa mana o'zingiz Namangandansiz. Namangandamiz. O'zingiz Namangandan, lekin aslida biznesingiz Qo'qonda. To'g'rimi? Qo'qonda, chunki mana lokatsiya yaxshi tushgani hisobiga. Demak, aslida Toshkentga borib kelish oson bo'lishi. Toshkentga, Tojikistonga o'tishga udobniy, Vohalarga chiqib ketishga udobniy. Yaqin. Keyin Namanganda ham seximiz bor. U yoqda ham ishlab chiqaramiz. Ular uni ham nimasiga qarab, lokatsiyasiga qarab. U yoqda jo'natib oladigan hududlar, masalan, Qirg'izistonga Namangandan chiqarish oson. Andijonga o'tasiz, kargodan chiqib ketadi. Qirg'iziston endi o'ziga yarasha darvoza oladi. U yoqda ham hozir O'zbekiston, bizni o'zbek ustalar tayyorlagan darvozalarga qiziqish katta. Tushunarli. Unga ham bir nasib qilsa borib olamiz Namanganda. Xo'p, hozir qanaqa turdagi darvoza o'rnatilgan bu obyektimizda? Boyatib Samarqand fason. O'ta gigant razmerda qo'yilgan bega. Yo'q. Demak, qimmat turdagi darvozalarimiz bittasi ekan. Ikkita darvoza qo'ydirishgan bu xonadon egalari 60 million so'mga tushgan. 60 million so'mga ikkita darvoza. Uy ikkitami? Yo'q, bitta uyga ikkita garaji bilan qo'yilgan. Zo'r. O'zlari chet eldalar bular. Bularga ham shu videolarni video jarayonlarini tashlab borganmiz, ko'rib borganlar. Jobirxon aka, bu sohada mana endi baribir kirib kelishingizdan oldin do'stim bilan boshlaganmiz, sababchi bo'lgandingiz. Ota-onangiz qanaqa qo'llab-quvvatlagan? Ota-onam menga Xudoga shukr, endi men bitta o'g'ilman oilada. Hech qanaqa qarshilik bildirishmagan. Endi bu sohaga kirib kelishimdan oldin ham o'zi savdo-sotiqda yurgan bolalar bo'lganmiz. Og'aynim shu sohaga qiziqqan, birgalikda boshlaymiz oshna. Bu yoq degan. Endi moliyaviy, finansiy tomonlardan muammolar bo'lgan hisobiga sherik-sherik ish boshlaganmiz. Ishonganmisiz masalan og'ayinlar shunaqa degan? Ishonaman, hozir ham ishonaman. Masalan, ko'p og'ayinlar masalan sherikchilikda boshlanadi. Aslida sherikchilik uzoqga bormaydi deb eshitganman-da. Yo, sherikchilik uzoqga boradi. Masalan, prosta bu sohada ikkalamiz ham keraklicha tajribaga ega bo'lganimizdan keyin, ob'yom kattalashgandan keyin bemalol alohida sex qilib turib ishlash. Hozir alohidasizlar. Hozir alohida qilib olganmiz. Lekin u ham kelishuv asosida bo'lgan.
Og'ayni mana rejaga tushib oldik. Senda ham hozir yaxshi finansiy, menda ham yaxshi. Kel sen bu boshqa hududda ish yuritgan, boshqa hududda birga yilda nima qilaylik? Baribir kengayib ketdik, kattalashib Chunki hozir darvozachi ham ancha taniqli brenddan. Ha, o'sha darvozachi ko'pchilik taniydi, Ilhomboy oshnam. U bilan yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Hozir ham o'sha kunda birgamiz. Istoriyalar qo'yib boramiz, ko'radi hamma Instagramda. Shunaqa deb chiqqan, shu Ilhomboy bilan birga ish boshlaganmiz. U paytda nimalar manaqa media sohalari rivojlanmagan. Keyin bu darvoza sohasi ham bunaqacha kuchayib ketmagan davrlar bo'lgan. Shu 2016-2017 yillarda ish boshlaganmiz. Ishlarimiz yurgandan yurib nima bo'lib ketgan. Endi klientlarni, odamlarni rozi qilganimiz hisobiga zakazlarimiz ko'payib ketgan. Men yana bitta shaxsiy savollardan bittasi sizga. Ko'pincha qishda mana sezon bo'lmagan paytida qishda bo'sh bo'lib qolasiz. Shu paytda men ko'rganman sizni Toshkentga borib biznes speakerlarda o'zingizni bilimingizni oshirasiz, o'zingizni ustida ishlaysiz. Ko'pincha o'qishga borasiz. Nima insightlar olasiz o'zingiz uchun? Nima uchun Toshkentga zarurmi sizga shu yoqqa borish masalan? O'zim yaxshi insightlar olaman. Men biznes odamiman. O'zingiz bilasiz. Biznes odamni birday izlanib ilm olib turmasa bo'lmaydi. Yangiliklardan xabardor bo'lib turish kerak. Endi ko'pchilik o'ylaydi, "Ha, darvozachiga u biznesga biznes trenerga borish, unaqa narsalarga tadbirlarga qatnashish nima keragi bor?" deydi. Mana natija o'zi ko'pta status o'zi aytib turadi, bilasiz. Demak, ustozlarni ancha foydasi bor. Ha, bergan ilmidan foydasi. Ancha foyda olmasangiz bormaysiz-ku. U ham o'ziga yarasha xarajat talab qiladi, vaqt talab qiladi. To'g'ri. O'shaning uchun aytayman-da, bo'sh vaqtingizni ham to'g'ri vaqtga sarflashga harakat qilamiz. Zo'r. Obyektimizga yetib keldik. Yetib keldik, ana shunday, yana o'z bolalar o'zi yurib ham ketibdi bu yerdan. Xudoyberdi darvozamiz Samarqand fasoni. Skromniy qilib boya aytib o'tganday. Darvozamiz katta gigant razmerda, eniga premium turdagi darvozamiz. Premium. Ana o'rtoqlar ko'ryapsizlarmi? Uyimizga qanaqa yarashib turibdi darvoza. Ruchkalaridan tortib, o'ziga yarasha gullarigacha to naqshlarga. Endi bitta buni obzor qiling, tushuntiring. Qancha ketdi, qanaqa mehnat ketdi, necha kun ketdi, qancha summa ketdi? Bitta to'liq tanishtiring obunachilarimizga. O'zbekona variantda tayyorlanganda bu Samarqand fasoni darvozamiz. O'zimizga Qo'qon shahriga o'rnatdik. Bu bu yoqda ham ko'rsataman, orqa tarafida ham bitta garaj eshigi ham bor. Yana bitta bor. Ikkita o'rnatishgan. Unisi ham xuddi shunaqa chiqqan, ixchamgina bo'lib. Ikkovini birgalikda hozir bu xonadon egasiga 56 million so'mga tushdi. 56 million so'mga o'rnatib berdik bu darvozani. Zo'r. Endi razmer ham katta ko'ryapsiz-ku. Mana shu naqshlari bilan to polniy tayyorlanishigacha tayyorlanishi, uстановka, dostavka xizmatlari ichida shu kraskalar hammasini qilib beramiz. Jobirxon aka, bitta narxini hisoblab bering. Mana shu darvozamizning o'zi qanchaga tushgan? Imенно shuni o'zi darvozamiz 520 eniga, bo'yiga 430 bo'lgan, nalishniy qosh qismlar bilan birgalikda. Ancha baland ekan, ha? 34 million so'mga tushyapti shu darvoza. 34 millionga shu darvozamizga, ha. Uстановka hamma yo'q ichida bo'ladi. Zo'r. Metallari ham polniy premium sement ishlatganmiz. Mana 10 ga 10 brus foydalangan mana mashinalarga. 2,5 stenka. Ha, 2,5 stenka. Uni u darvoza oladiganlar o'zi ko'rib yurib, nima bo'lishgan. Bu profillari ham 1,7 stenka mayda chuydalari. Mana bu listlarning tagini ham endi bu 2 qavatli variantda bu. Tagini ham shumkali qilib o'rganmiz. Zo'r. Oshcha shovqin chiqarmaydi. Ko'ryapsizmi? Ichkariga shovqin chiqmaydi. Ha, ochib yopganda ham muammo bo'lmaydi. Zo'r darvoza. Avtomatmi bu darvozamizda yoki hozir? Yo'q, avtomatik kerak bo'lsa, avtomatikka alohida dogovor qilamiz, addenni qo'yib beramiz. Hali ochilib yopiladigan punktga qilib berishimiz mumkin. Ichkaridan ham ikkinchisini ham ta'sirsiz bo'lar ekan. Mana bu ruchkalarni ham o'zingizlar qilganmisizlar shuni? O'zimiz qilganmiz. Uyimizga ham mana yarashgan do'stlar. Bitta ko'ringlar. Ruchkalar ham o'zi normalniy ruchkalar. Endi bu orqa ko'rinish darvozani. Ochilib yopilishlari ham tashqaridan boshqacha vid, ichkaridan boshqacha vid beryapti. Endi bu 2 qavatli variant 1,5 million so'mdan kvadrat bu darvozamiz. Hurmatli mijozlar, bu darvozamizni bu orqa tomonni polniy ashufka qilib, yana shumalizatsiya qilib, двойной qilib 3 qavatli qilishimiz ham mumkin bu darvozani. O'zi ko'pchilik kuzatib yurib bilishadi. 3 qavatli qilsak, bu yoq tekis bo'ladi. Bunaqa shakllar bo'lmaydi. Endi lekin yuki og'irlashib ketadi. Endi yopilishlarida muammo bo'lmaydi. Katta darvoza, keyin ochib ber. Bu по-моему teskari burab qo'ydingizda.
Bemalol bitta qo'l o'rnatgandan keyin mana Mashlarigacha to'g'rilab berasizlar, qo'shim. hammasini cho'tki qilib beradi. Hozir bu darvoza ko'tarilib balandda turibdi. Hozir bu xonadonni o'zi zasipkasini qilib, mana odam oyog'i maytda turadi-da, balandlikda turadi. O'rnatishda ancha qiyinchilik bo'lsa. Ochilib yopilish oson bo'ladi. O'rnatish jarayonida komanda bilan ancha, chunki Ha, o'rnash jarayonini videosini ham qo'yganmiz. Ha. Og'ir, bu kamida 20 kishi ko'taradi darvozani. Ha. 20 kishi ko'taradi. Xohlovchilarga shu aytganimda 3 qavatli qilib 1.800.000 so'mdan kvadratini tayyorlab beramiz bu darvozani. Zo'r. Ikkinchi darvozamizni ham obzor qilsangiz, qo'shimchasiga, chunki bu yerda kamida 58 millionlik darvoza bitgan bu uyimizga. Yaxshi, mana xonadonni ko'ryapsiz, hali ko'chib o'tishmagan. O'ziga yarasha yaxshi niyatlarda musofirda yurgan akamiz o'zi qilishgan yaxshi niyatlarda mana o'zi. Ha, hozir o'zlari musofirdalar. O'zlari musofirdalar. Uy-joylar mana cho'tki chiqqan. Darvozalar ham o'ziga yarashib turibdi. Mana kichkina eshikchasi. Buni ham sizlar qilgan. Buni ham qilganmiz. Hammasini birgalikda olib kelib qo'yganmiz. Bunga ham shu zamoylarigacha bir kattasi bilan bir xilda qilib qo'yilgan. Rangi, guli, dizayni, metallari hammasi bir xil. Bu orqa tarafga chiqishi ham. Ha, bu orqa hovlilariga o'tadi shunaqa. Orqa hovli ham bor. Orqa hovlilari bor. Zo'r. Men xuddi o'sha kattasini singari. 3 tegani, kichkina hisoblaganda 3 tegan darvoza. Hovli ham o'zi qandaydir shinamdalik, u menga ham yoqdi dizayn joylashishi. Ya, kichkinagina bir etaj qilingan, lekin orqa eshik nimalari bilan. remontlarini. Uni barellar bo'ladi. Bularni bu ishlarni ham o'zimiz qilib beramiz. Demak, bu garajimiz, ya. Ha, bu garajimiz, bunga kichkina kalitga qo'ymaganmiz. Kichkina kalitga qo'ymaganmiz. Mana. Ochilib yopilishi mana okortus orqa tomonga ruchkalarni ham qo'yib yuborganmiz ana. Ochib yopishga obzor qilmasa bo'lmaydi lekin. Ko'ryapsiz? Baquvvat moshniy darvoza yani. Ko'rasizmi? Вообще zo'r. Dizaynlari ham ancha yarashgan. Orqa tarafdan ham ko'ryapsizlar, kichkina garajga ham qo'yilgan. Bu garaj bo'lgani bilan taglari mana shveler, yo'qsa lekin 3 kucha. Ha, 3 kuch razmerda, lekin mana kattaroq ko'rinish uchun mana tumbalarni, qoshlarni qo'yganmiz. Ko'rasizmi? Kichkina mana u yoqdan olib ko'rsatishadi hozir. Qimmat qilsin, ha. Shu kattasi qanday tayyorlangan bo'lsa, bu ham xuddi shunday sifatda tayyorlangan. Mana pachimli shandirlarni ham mana ko'rsatib yuborishingiz mumkin mana. Har qalay yo'q, kichkina bolachalar ham qiynalib ochadi, yengil ochilib yopilish uchun mana pachimliklarni qo'yib yuborganmiz mana. Shandirlarni tepasidan yog'laydigan joylari bor. Zo'r. Profillarimiz 10 brus, 2,5 ketdi bunda ham mana. Ichki profillarimizni ham 1.7 tenga ishlatganmiz. Zo'r chiqqan darvozalar. Jobirxon aka, keyingi lokatsiyamiz qayerda? Keyingi lokatsiyaga xudo xolsa boramiz, uni ham olamiz, ko'rsatamiz. Yana bitta obyektimizga boramiz. Endi bu kichkina razmer 3x3. Kichkina razmerlar o'zi kvadrat narxi balandroq chiqadi. Endi bular общий hammasini bitta zakaz qilganlarning hisobiga bir xil narxda qilib berganmiz. 1,5 million so'mdan общий. Katta kichik qilib. Aslida bunday kichkina razmerlarga ozgina balandroq chiqadi narx. Mana xudoy berdi, keyingi obyektga ham keldik. Bu joyga ham darvozani ustonovka qildik. Bu yerda qanaqa darvozamiz o'rnatilgan aka? Bu yerda ham shunaqa premium, cho'tki darvoza. Bu yoqda endi Samarqand fason darvoza qo'yilgan, endi u ham neobeshniy o'ziga yarashgan darvoza. Endi bu xonadon egalari shunaqa skromliroq variant tanlashgan. Buni ham narxlari, qisqacha kvadratlari, qanaqa xarajat bo'lgan, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, tushuncha berib ketsangiz, obunachilarimizga ham tanlov qilishda osonroq bo'lardi. Xudo xolasa. Darvozamiz mana xonadonga ko'ryapsiz, yaxshi niyatda qurishgan, o'zi juda ham yarashgan. O'sha remontni to'la to'kis yakunlanmasdan oldin o'sha xonadonni darvozani o'zi ochib qo'ygan. O'shada. Ochib qo'ygan. Bu yerga ham hali mana reshotkalarni, panjaralarni zakaz berishgan. Bularni ham qo'yamiz. Hali reshotka ham qo'yib berishgan. Bularni ham qo'yamiz, ha. Juda ajoyib chiqadi o'sha. Butkul o'zgartirib oladi. Statusda bu, status. Xonadonga. Jobirxon aka ustunlarga ham juda mos tushgan darvoza. Ustunlarga ham haligi Rim uslubida deydi-ku, hozir shu trendda. Bu darvozamiz teskari arka fason darvoza deyiladi. Shumkalari bor. Cho'tki chiqadi darvoza ham. Eniga 4,5 metr, bo'yiga 380 razmer tayyorlaganmiz bunga. Darvozamiz o'sha 1.8 lis, Rossiyaning o'sha Magnitogorskiy degan lislardan. Ruchkalar ham отдельно temagan. Ruchkalar ham alohida tema, haytish uslubida. Endi bunga haligi nerga Samarqand fason darvozaning ruchkasi emas, bu o'ziga yarashgan qo'yiladi. Har bittasiga alohida yondoshiladi ruchkalarni. Zo'r, naqshlariga ham alohida e'tibor bergan ekan. Naqshlari ham mana, hali ortiqcha bezagi yo'q.
Ko'rasiz. Lekin Nijniy darvozamizda darvoza. razmerlari ham ancha katta ekan. Razmer katta, gigant darvoza. Shuni hisobiga alohida eshik qilganmiz bunga. 4,5 metr bo'lgan hisobiga. Yondor qismlariga ham bu darvozamizga ham mana katta profillarni qo'yib berganmiz. O'ng brus. 2,5 stenkali. Taglarini ham shivelir qo'yamiz, обязательный. Jobirxon aka necha yilga xizmat qiladi bu darvozamiz? Bu darvozani xizmati inshaalloh cheksiz. Xudo xolasa. Endi avvalo xudo temir-ku bu. Masalan, endi odam o'lib ketyapti, lekin bemalol mana shu xonadon necha yil xizmat qilsa, darvoza ham shuncha yil xizmatini qiladi. Kraska brendoviy kraska, brendoviy laklar ishlatilgan. Kraskasi qanchaga? Endi kraskasi endi Bo'yab turish kerak. bo'yab turish kerak kraskani. Temir turaveradi. Kraskasi bemalol mana shuni singari sharoitda bo'lsa, darvoza qo'yilgan joy, kraskasi endi 10 yil turaveradi. 10 yil. 10 yilgacha kraskaga garantiya beryapti. Endi darvozani joylashish nimasi ham bor-da, o'rni bor. Yaxshi joyga joylasa, umri uzoq bo'ladi kraskani. Masalan, siz ochiq joy bo'ladi, qurilish to'liq tugallanmagan joylarga qo'yishadi. Endi ularda teng barobar qisqarib 5 yil bo'ladi masalan. Manaqa yaxshi sharoitli joylarda uzoq muddat xizmat qiladi. Endi bunaqa premium darvozalarga kraskasini ham alohida sifatli kraskalarni sepiladi. Hamma narsa narxiga yarasha bo'ladi, bilasiz. Mijozimizga ma'qul keldimi? Ham aka rosa xursand bo'ldilar. Uylariga qo'ydi. Aka xursand bo'ldilar. O'zlari nima qilib, qanday chiqarkin deb ishxonaga borib, kelib, nima qilib, bitkingacha O'zlari chet tili. O'zlari chaqirdik, endi hozir kelishadi. Xudo xolisa, hozir kelishadi. Zo'r. Darvozamiz endi narxini aytaylik-a, Qiziljoy. Ha, aytib ketaylik. Bu darvozamizning narxini endi dollarda aytaylik, qo'shni davlatlardan kuzatadiganlar ham ko'p. Musofirlar uchun ham musofirlar masalan Qirg'izistondan, Tojikistondan ko'rayotganlar ham bor. To'g'ri. Bu darvozamizni kvadrat metrini $150 $180 gacha ustanovka qilib beramiz. 2 qavatli, 3 qavatli hisobida bir kvadrati $180 gacha qilib beramiz. Shunga yarasha bo'ladi. Endi o'rtoqlar lekin arziydi. Mana men yonida turib, ko'rinishidan turib darvozani o'ziga bitta baho berishingiz mumkin. Boylarni akalarni, boy akalar qo'yadigan darvozadan to'g'risi. Shunaqa. Jobirxon aka savollardan yana bittasi. Shunaqa darvozalardan shu paytgacha qancha o'rnatib berdinglar? Esla olasizmi? Esla olmayman, lekin shu o'rtacha hisob oyiga shib bilmayman. 12 yildan beri ishlaymiz. 11 yil, 12 yil bo'lib qoldi. Oyiga 50 ta 60 tadan darvoza qo'yib yuboramiz. 50 ta 60 ta. Shunaqa qo'yib yuboramiz. 500 tadan ko'p menimcha mijozlar. Mijozki ba'zi ko'p. Masalan, shu joyga darvozani qo'ydingmi, bo'ldi, akani oshna og'aylar, qarindosh urug'lari o'sha orqadan o'sha kelaveradi keling. O'rnatib berish jarayonida qanaqa xavfli tomonlari bor? Endi xavfli tomonlari yuki og'ir. Yuki og'ir, ehtiyot bo'lib. Endi aniq kilosini o'lchamaganmiz. Endi og'ir bu darvoza juda. 10 kishi kamida keladi. Ha, kamida 10 kishi, 15 kishi ko'tarib o'rnatadi. Endi shu o'rnatuv jarayonida o'sha ehtiyot bo'lib o'rnatmasa bo'lmaydi. Yuki og'ir, bir kishini bir joyga tushibsa, sal tushib ketsa ham svarkalarni o'zingizlar qilasizlar. Svarkalarni o'zimiz qilamiz. Mustahkam qilib, mustahkam klientimizni uyaltirmaydigan qilib. Choklarni ham o'sha professional qilib, har bitta ko'rdingiz sexda, sex ustalarimiz ham professional, o'zini sohasini ustalari. Haligi nima deydi, lyubitelskiy bir shogirdlarni olib ishlatmaymiz. Chunki o'ziga yarasha mas'uliyati bor, qimmat narsa. Bitta xonadon kelsa, yoqmasa, biz ham tikkan pulimizga kuyib qolamiz. To'g'ri. Har xil muammolar kelib chiqadi. Shuni hisobiga. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, Jobirxon akam bilan plan qildik. Ya'ni musofirda kuzatayotgan bizning obunachilarimiz uchun har doim YouTube kanaliga mana shunaqa bugun 2 xil turdagi darvozani ko'rsatdik. Samarqand fason va teskari arka fason darvozamizni ko'rsatdik. Va yana qo'yib boramiz videoni. Bizani kuzatishda davom etinglar, aktiv bo'linglar. YouTube kanalimiz uchun doimiy sizlar uchun ishlaydi. Doimiy sizlarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Bilaman, uzoqdan turib mana shunaqa darvozalarni uylarga ham qo'yish xohlaysizlar. Biz bu uchun doimiy yordam beramiz. Uzoq, yaqin qilish yo'q. Yo'q, lokatsiyaning farqi yo'q. Faqatgina o'sha qo'shni davlatlarga yo'l xarajatlari bor, shular bo'ladi. Biz aytayotgan narxlarga shu yo'l xarajatlari qo'shiladi, qo'shni davlatlarga. O'zbekiston Respublikasiga shu narx. Jobirxon aka doimiy video chiqarib, xudo xolisa, bizning kuzatuvchilarni ham qo'llab-quvvatlab turishga tayyorsiz. Xudo xolisa. Zo'r. Demak, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, aziz kuzatuvchilar. Keyingi videolarimiz ham aynan sizlar uchun bo'ladi.